Mana o'quvchilarimiz shaxsiy sayt yaratish ishlari bilan mashg'ul. Albatta sun'iy intellekt asoslari bilan birga. Sun'iy intellekt texnologiyalarini kiritib, o'zlarining shaxsiy, zamonaviy, yoshi qari birdek tushunadigan soddaroq saytni yaratish ustida ishlashmoqda o'quvchilarimiz. Azizbek, qaysi jarayondamiz hozir sayt yaratishning? Assalomu alaykum. Hozir biz sayt yaratishni o'rta me'yorda desak ham bo'ladi, chunki hozir sun'iy intellekt yordamida yaratyapmiz. Hozir bu yerda biz hozircha ob-havo haqida sayt yaratyapmiz. Qulayligi shuki, yoshi qari birdek tushunadi. Saytimizning o'zi mukammal, lekin foydalanish sodda bo'ladi. Sodda bo'ladi. Yaxshi, malades. Keyingi o'quvchimizniki ham mana почти tayyor bo'lib qoldi. Shamsiddin, bu tayyor bo'lgan saytmi? Bu hozir tayyor bo'lgan, lekin buni ustida sal ishlash kerak. Dizaynda ma'lumotlari sal to'g'ri chiqmayapti, aniqlashtirish kerak. Qani bitta boshqatdan brauzer ochib, mana shu saytingga kirib berchi. Yo'q, hali buni qo'yganimiz yo'q. Hozir qo'yib keyin ko'rsataman hozir.